Yani o kapasana. Imagara ima. Mektebinge şermen ötecekmen. Tushunmadim. Mektebinge şermen ötecekmen. Aynen ko'lni bo'yinda yurtdi bu. Akşam yoldan to'p oldik buni. PVC piyan olib qolgan ekan. Ko'ringlar sirtdoshlari. Yine o'zing ham ko'ringlar 400 o'rdan yine yakasini o'shatib turibman. Hozir dastam ketadinglar. Bundan tushirib qo'yaylik. Men she'rgacha olingan. Men she'rdan kelgan. Boshda o'ng tarafim suyagini polnay yo'q. Hali ham Allohning qudrati ekan. Kechalar tahajjud o'qiganlarimni to'xtamay joynimizda turib Allohdan so'raganimni yashash uchun kurashib o'ziga keldi. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyingiz sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb avtohalokatga uchragan. 99-yil o'g'lim voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshida mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan. Ovqatlanish qanaqa katta ne'matligini hozir mana shu akamiz orqali sizga bitta ko'rsatib bermoqchimiz. Ovqat shu yerdan berasiz. Ha, mana shu yerdan beraman. Suvni ham unaqa qo'yib ichadi. Shunda oshqozonlarga bu ovqat yetib boryapti-da. Ha, mana shu yerga mana oshqozon ham mana bunaqa bu qonli ko'p yil qo'yilgan ham biri. Ovqat chiqib ketyapti bu yerdan ham. Bergan ovqatimiz keyinroq chiqib ketadi, yutalsa. Mana shunaqa qilib ovqatlantiramiz bola. Qo'llarini ham mana chaqaloq qanday bo'lsa shunday. Hech kim farzand o'g'lidan kiyinmasin bola. Bolam uchun to'xtovsiz kurashyapman, to'xtovsiz. Ehson qiladigan yaqinlaringizga mana shu videoni tashlaysiz. Dalolat qilasiz, san ham ehson qil, ey inson. Agar sen shu holatda bo'lganingda Xudo xohlasa sababini qilyapmiz, natijasi Allohdan. Hech qachon farzandimni masin, jon bolajonim. Suyagini polnay yo'q. Hali ham Allohning qudrati ekan. Kechalar tahajjud o'qiganlarimni to'xtamay joynimizda turib Allohdan so'raganimni yashash uchun kurashib o'ziga keldi. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyingiz sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb avtohalokatga uchragan. 99-yil o'g'lim voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshida mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan.